12. Söz beşi kun tug'di alik haqida. Bilginki idrak tasavvur qildirib bilim bildirdi. Bevafo dunyoning qiliqini sana uqtirdi. Bu qeri turaqsiz bevafo dunyoning mijazi qizga o'xshaydi. Sapsasang yeshi cho'ngdir. Ba'zi qiliqi qizninkidek xulqi chiroyliq. Osh qiladi-yu, tutay desang tutuq bermaydi. So'yganni so'ymaydi, kiyikdek qochadi. Qochqonga yepishidi, oyog'ini quchoqlaydi. Ba'zida qarasang izingdan yuguraydi. Ba'zida ko'migandek beshini yaga soladi. Ba'zida boqsang yana tezli yuzini o'riydi. Qancha tutay desangmi nozlanib tutuq bermaydi. U ko'plagan baglarni qeritdi-yu, o'zi qerimidi. Talay bagni beshidan kechirdi, so'zi tugumidi. Dunyoda bir dono bilimdon bag bor edi. U uzun yil baglik qilib o'tdi. Bu nomi mashhur kun tug'di edi. Jahonga donq chiqqan baxtiyor edi. Tabiati durust, mijazi muloyim. So'zlari chin, haq, ko'zi ko'ngli boy edi. Bilimlik, idroklik, sazgur bag edi. Yomonlarga o't, dushmanga ofat edi. U botur va mag'rur, to'g'ri tabiatlik edi. Bu xususiyatlari uni kun siri yuqori o'rlatdi. U shundoq bag ediki, bilimlari bilan yashadi, to'g'ri ish harakat qildi. G'ayrat, ishtiyoq bilan siyosat yurgizdi. Ishtiyoq oliy janoblikqa yarashadigan ish. Buningga taqlidan bir shoirning so'zi esimga keldi. Buni o'qisa, o'qiganlarning ko'zi ochiladi. Yovuz yaramaslarni o'zidan yiroqlashtirish uchun kishi ham himmatlik, ham muruvvatlik bo'lishi kerak. Kishilik uchun himmat, muruvvat kerak. Kishining qadri himmat va muruvvat darajasi bilan o'lchanadi. Bu kun tug'di alik ashu mijaz xulqi bilan kun va oydek parlab dunyoga yo'ridi. Kim aql idroklik bo'lsa, uni chaqirtdi. Kim bilimlik bo'lsa, uni yuksaldirdi. Uning atrofiga dunyodagi xil aql idroklik, bilimlik kishilar zish to'plandi. U al-yurt ishini o'zili tuzab yo'lga soldi. Lekin yana xil kishilarning bo'lishini tilaydi. O'ziga yordam qilsa, ish boshlasa, o'zi bir pas aram olsa, ishlarni u ishlasa deydi. Kun tug'di, bir kuni o'zi yolg'iz o'ltirib qayg'urib aytdi. Baglik degan so'z va baglik ishi büyük ish. Qarasang, bosh og'rig'i ko'p ishmi nurg'un. Ko'p ishlarni o'ngshaydigan idroklik odam oz depiladi. Al-yurtning barliq ishlarini o'zim qilolmayman. Menga ishning yo'lini biladigan bir odam kerak. Menga endi kishilarga bosh bo'la oladigan aql idroklik, bilimlik tanlangan bir odam kerak deydi. U sodiq, ishonchlik, ish harakati to'g'ri, tili va ko'ngli tuz, ishlarni tushunadigan bo'lsa edi. Mening ishlarimni qilish bersa, barliq sirlarimni yaxshi tushunib ketalisi edi. Beshidan nurg'un ish kechirib, yeshi ulg'aygan, tajribalik bir kishining nima deganligini angla. Ar uchun yordamchi va yo'lanchik bo'laligidek aql idroklik, donishmand el boshqurg'uchilar kerak. Barliq ishlarni biladigan bir yordamchi kerakki, ishni bilib ishlasa, kishi tilikiga yetadi. Yordamchilar ko'p bo'lsa, bag jafo chekmaydi. Uning ishi obdan yurishidi, qonun buzilmaydi. Bilginki,
har qandoq ishda yordamchi kerak. Bo'libmi baglik ishiga texmi ko'p bo'lishi kerak. Alik yordamchi tilab, uningga erishamedi. Hamma ishga o'zi qo'l takkizdi. U kundin nayt ko'p mushaqqat chekatdi. Hozir aram tilisa o'rniga jafo tagdi. Sapsasang sinab so'zlaydigan, baxtga erishgan kishi bu so'zni obdan aytgan. Rohat tilisang qo'shilib jafomi keladi. Shodlik tilisang birlikda qayg'umi tegidi. Kishi qancha yuksalsa, bosh og'riqimi ko'payadi. Beshing qancha cho'ngaysa, shuncha cho'ng bo'k kiysan. Ali bütün mamlakatga ko'z quloq tutdi. Uningga hamma taqoqliq eshiklarni ochildi. Yaramsizlarning qo'lini bog'lab jimiq turdi. Yamonlarni surib aldin yiroqlashtirdi. U shundoq ho'sharlik bilan elini boshqurdiki, omati kundan kunga eshib yuqori o'rladi. Kishi uchun har qanday yerda ho'sharlik kerak. Bo'libmi baglik ishiga ehtiyot zarur. Al ishlari va o'zingning uzun umr ko'rishing uchun ehtiyot va ho'sharlik ko'p foydalidir. Buningga taqlidan bir shoir so'zi yodimga keldi. Shoirning aytqini bu so'zimga ul asos bo'ldi. Ho'sharlik ehtiyotni arlamoqdaydi. Chunki bexudlik bilan tumanlagan arlar jinidan ayrildi. Har qanday ishda bexudlik qilmay ehtiyot qil. Mushundaq ehtiyotchanlik bilan ikki dunyoni orzu qil. Bilginki, o'ziga ishongan kishi bexudlik qiladi. Dushman kelsa, eng avval bexudla o'ladi. Ehtiyotchan bo'lib dushmanni yengan va jahonga hokim bo'lgan erning nima deganligini angla. Ey jahon boshqarg'uchi, el so'ramoq bo'lsang, ehtiyotchan bo'l. Ehtiyotchanlik shariatning talabidir. Bexud kishi ko'z yumib g'aflatda uxlaydi. Ey qudratlik, bexud bo'lma, hushyor bo'lgin. Aligning husyorligi alga foyda yetkazdi. Bu foyda bilan al halovatga yetishdi. Elini tuzab o'ngishidi, xalq beyidi. U zamonda bo'ri bilan qo'y billi suv ichdi. Yaxshi ko'radiganlar xushallik bilan uni maqtadi. Dushmanlari buni anglab bo'ynini egdi. Ba'zilar uningga seg'inib keldi va pano tiladi. Ba'zilari kelib Aligning ishkini so'ydi. Endi ko'ngli o'yg'oq kishining nima deganligini angla. Uning so'zi tuman xil chechakdek rang-rangdir. Ey qizil yuzlik inson, ish harakati odil bo'lsa, baglik ulug' ham nihoyat yaxshi narsadir. Baglik nihoyat yaxshi. Ammo texmi yaxshiroqi qonundir. Uni to'g'ri yurgizish lozim. Bag yaxshi bo'lib, adolat bilan ish ko'rsa, xalq uchun naqadar qutlug' zamon bo'ladi, ha? Yaxshi nom er uchun qanchalik muqaddas baxt, ha? Bundaq yaxshi nom va baxt mangu qoladi. Xalq ishini kishilik bilan boshqursa, bundaq yaxshi kishi naqadar yaxshi bag bo'lgan bo'ladi. Aligning bu yaxshiliklari barliq allarga yetdi. Uning shuhrati donqi jahonga yayildi. Elde uningga duo qilg'uchilar ko'paydi, yaxshi nom qozondi. Uning nomi va saodati kundan kunga ulg'aydi. Dunyo xalqi uni anglab va arzu qilib, to'plashib, yig'ilib uning qishig'iga keldi. Qara, dunyoga butunlay baxt kameri bog'landi. Qo'zi bilan bo'ri billa qetilib yuradigan bo'ldi.